Amerikaning Indiana shtatidagi Rosxoliman texnika institutining Xitoyni tadqiq qiluvchi professor Timothy Cross tarafidan elib berilgan bir tadqiqot Xitoyning Sharq Turkistondagi an'anaviy Uyg'ur uylarini yo'qotish siyosatining madaniyat qirg'inchiligi doirasiga kirdiganligini bishorat qilmoqda. Cross tarafidan irq va etnologiya jurnalida e'lon qilingan maqolada Xitoy kommunist hokimiyati Uyg'urlarning tilidan dinigacha barliq madaniyat omillarini yo'qotmoqda. Hozir millionlagan Uyg'ur yig'ilish lagerlarida tutilmoqda va qo'rqinchli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda deyilgan. Timothy Grossning qarashicha, Xitoy doiralarining an'anaviy Uyg'ur uylarini yo'qotish plani Uyg'urlarning uyida muhim roli bo'lgan supalarga markazlashgan. Uyg'ur madaniyatida supa ustiga gilam silinib, sunnat va to'y qatorliq murosimlarda mehmonlar supaga boshlanadi. Uyg'ur uylaridagi supalarning yo'qolishi me'morlik va madaniyat jihatdagi farqlarni yo'qotadi. Uning qarashicha Uyg'urlarning uylari masjid atrofini cho'rdab o'rnashtirilgan. Bu dal Uyg'urlarning madaniyat markazi bo'lgan Qashqar koni shahrining vayron qilinishi sabablaridan biri ekan. iyul kuni Amerikaning Gollandiyada turishliq bosh elchisi Peter Hoekstra apandi Gollandiyadagi Uyg'ur faoliyatchilari va Uyg'ur jamoati bilan ko'rishib, Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini anglagan. Egilishimizcha, bu uchrashish faoliyati Gollandiyada yangidan qurilgan Uyg'ur kishilik huquq fondi bilan Gollandiya Sharq Turkiston ma'rif jamiyati tashkillagan bo'lib, faoliyat boshlanishi bilan avval Uyg'ur kishilik huquq fondi tarafidan Amerika hukumatiga yozilgan tashakkur xati o'qib o'tilgan. Tashakkur xatida Uyg'ur jamoatining yaqinda Amerikada ma'qullangan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuniga bo'lgan minnatdorligi bayon qilingan. Bo'libmi Uyg'urlarni bostirishda javobgarlik bo'lgan Xitoy amaldorlariga qarata texmi unumli amaliy tadbirlarning elinishiga bo'lgan umid va orzular ifodalangan. Bosh elchi Peter Hoekstra apandi Amerikaning yaqinda ma'qullagan Uyg'ur kishilik huquq siyosatini qarshi oladiganligini bildirgan. U Gollandiya hukumatining bu Uyg'urlar haqida bu xil qonun loyihasini o'tirg'i chiqarishni umid qiladiganligi va buning uchun o'zining tirishchanlik ko'rsatadiganligini bildirgan. U o'zining 12-iyul yakshanba kuni Gollandiya poytaxti Amsterdamning Dam maydonida yolg'iz kishilik namoyishchi Abdurahim G'aynining tutqundagi Uyg'urlar va Uyg'urlarning oila a'zolari haqidagi fotosuratlar ko'rgazmasini ziyorat qiladiganligini alohida tilga ilib o'tgan. U Abdurahim G'aynining faoliyatini maqtagan. Sorundagi Uyg'urlarning tutqundagi Uyg'ur qarindoshlari haqidagi bayonlarini anglagan. Uyg'urlar so'ragan savollarga javob bergan. Amerika prezidenti Donald Trump Hong Kong alayida ma'mur rayonida yo'lga qo'yilgan davlat bexatarlik qonuni sababli Xitoyning mas'uliyatini surishti qiladigan bir qonun loyihasini tasdiqladi va Hong Kongga qartilgan imtiyozlarni bekor qiladigan bir davlat raisi qarornomasini imzoladi. Amerika va Hong Kongning ko'p taraflamalik munosabatini va Amerikaning Hong Kongga nurg'un imtiyozlarni berganligini eslab o'tgan Trump Hong Kongga alayida imtiyoz bilan muomala qilishni to'xtatadigan bir qarornoma imzoladim. Hong Kong hamda Xitoy bilan o'xshash muomalaga uchraydi. Hech qanday imtiyoz va alohida iqtisodiy muomala ko'rmaydi dedi. Trump Angliya hukumatining Huawei'ni 5G ul aslahalar qurilishidan chiqarayotganligini qarshi oladiganligini bildirdi va Huawei'ning ishonchlik emasligini aytdi. U Dunyo sahiyat tashkiloti va Dunyo savdo tashkilotini Xitoyning qo'rchoqlari deb atagan bo'lib, Wuhan virusini yoshirish va dunyoga tarqatishda Xitoyni mas'ul tutamiz. Bu yuqumni eng boshda to'xtata oladi. Bu texmi oson bo'ladi dedi. Amerika bilan Xitoy orasida Janubiy Xitoy dengizidagi egilik huquq talash tortishni cho'radigan jiddiylik kun sayin kuchaymoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi tabiiy boyliqlar ustidagi egilik huquq talabining va rayondagi boshqa davlatlarni bo'zaq qilish siyosatining tamoman qonunsiz ekanligini aytdi. Pompeo poytaxt Washingtonda qilgan so'zida dunyo Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida o'zining egilik huquq doirasiga o'xshash harakat qilishiga qarab turmaydi dedi. Xitoy hukumati Pompeoning so'zlariga qattiq inkos qaytarib, tarixiy amaliyotlarni nazardan saqit qilgan Amerikaning Janubiy Xitoy dengizida parakandichilik paydo qilishdan voz kechish kerakligini aytdi. Yaponiya Mudofaa ministrligining
Yaponiyaning 2020-yillik mudofaa doklati e'lon qilingan bo'lib, doklatda rayon vaziyati, tahdid ahvoli va davlatlarning asosli ahvoli qatorliqlar ustida baholash elib berilgan. Doklatda Xitoyning kengaymichilik siyosatiga keng yer berilgan bo'lib, Tinch okean rayonining vaziyati bilan Shimoliy Koreyaning yadro tahdidi tilga aylangan. Doklatda xalqaro jamiyatning Xitoy virusi bilan tirkishayotgan va ikkinchi bir to'lqindan andish qilayotgan bir paytda Xitoyning virus yordamlarini siyosiy maqsadda ishlatganligi o'tirg'i qo'yilgan. Doklatda aytilishicha, Xitoy boshqa davlatlarga avatlagan sahiya xodimi Moskva va boshqa yordamlarni siyosiy va iqtisodiy manfaat uchun qo'llangan. Yana bir tarafdan doklatda Xitoy saxta uchur tashviqoti orqali o'z nopuzini oshirishga uringanligi, bu urinishlarning yaqindan kuzatilganligi tilga ilingan.